qara jonim qizim, bu qaynota kuyov ikkovi to'ydan o'nlak. Magazin yursa u dedi nozik. Dediga uray uni. Uyolmayganmi qaynota bilan borishgan? Agar nima bo'lsa atkaz qilamiz to'yni, tamom dajon. Hazırlashaman kuyovjon. Qani, siz uchun maxsus ketdik. Dadajon, mana shu kurtgacha nima deysiz? Qarang, bir ajoyib ekan bu ham. U qishla ketib kurtgan sezoni tugab, vitirovkalan sezoni boshlanmayaptimi? Ha, yo'q, qarang, atkaz desangiz atkazdan olasizlar. Oling, mana vitirovka ham qilib oling. Dajon, ana kardiganchalarni qarang, uchovni ham olaman. Zo'r yoqdi mana. Siz uchovni ham olasiz. Yo'q, mana qarang, qizingizni baxtini o'ylamaykan bir qanaqa odam ekaningiz, qaytaraymi? Darrov qaytaraymi qilmang, u to'xtab turing. Mana buni ham qilib oling, mana. Qudomga bu juda yarashadi, shurang qudomga. Qani. Rahmat dadajon. Bir telefon tashlab ketamiz deyman-da bu kassasiga. Atkaz desangiz atkaz qilay. Yana nimaga atkaz? Hech nima demay davom ettirgan bo'lsan. Bo'laverang. Oling o'zi 199 ming ekan bu. Bitta mana bundan olaman, mana zo'r ekan bitta. Mana bundan olaman yo'qdi-da. Ha, bitta unisidan oling. Bitta mana bunisidan oling, burriga oling, mana shapka oling. Pastga tushamiz, biron kilo bir g'urram oling. Akajon, ana shu narsalarni yo'q hisob-kitob qilaylik, ha? Yo, atkazmi? Yo'q, qara atkazing, to'laymiz. Mana qarang-ku, bir to'da pul berman bilan ish qilib. Bo'lgan bo'lsa 1 million pul bo'ldi. Xudoga shukr, xayrat standartga olib kelinman. Boshqa bir butik-mutikka olib borsam, to'yda hovliga qilaydikmi nima? Yor, ey, to'ylaringiz bo'lsin muborak.